Assalomu alaykum aziz do'stlar. Drive Insight kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan shunday yangilikni bo'lishmoqchimizki, uni eshitib yuragingiz tezroq ura boshlaydi. Avtomobil olamida kamdan kam uchraydigan, ammo juda kutilgan katta syurpriz bor. Shu sababli videoni oxirigacha tomosha qiling. Chunki agar videoni o'tkazib yuborsangiz, juda muhim va qimmatli ma'lumotlardan bexabar qolishingiz mumkin. Tasavvur qiling, siz har kuni ko'chada ko'rib, ishonib yurgan qulay va ommabop avtomobil yana qaytmoqda. Lekin bu Safari Mudlako yangi kayfara. Chevrolet Cobalt 2026. Aynan shu nom bugun barchaning diqqat markazida. Ko'pchilik bu model tarix sahifasida qoladi deb o'ylagan edi. Ammo Chevrolet kutilmagan qaror qabul qildi va bu qaror minglab haydovchilar uchun haqiqiy quvonchli xabar bo'ldi. Keling, avvalo tashqi dizayndan boshlaylik. Chevrolet Cobalt 2026 endi oddiy sedan emas. Old qismi agressiv dizayn, zamonaviy LED faralar, keng radiator panjarasi va silliq kapot chiziqlari bilan bezatilgan. Oqartirilgan oq rang esa avtomobilga yanada qimmat va toza ko'rinish beradi. Uni ko'rganingizda, bu haqiqatan ham Cobaltmi degan savol paydo bo'lishi aniq. Endi hech kim salonga o'tmaysiz. Haydovchi o'rindigiga o'tirgan zahoti zamonaviy raqamli panel, katta sensorli multimedia ekran va qulay rul sizni kutib oladi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Materiallar sifati oshirilgan, shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan. Endi bu avtomobil nafaqat kundalik qatnov, balki oilaviy sayohatlar uchun ham juda qulay. Eng qiziqarli qism texnik imkoniyatlar. Chevrolet Cobalt 2026 yangi avlod dvigatellari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Yoqilg'i sarfi tejamkor, lekin quvvati oldingi modellardan kuchliroq. Shahar ichida yumshoq harakat, trassada esa ishonchli tezlanish ta'minlanadi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. ABS, ESP, bir nechta xavfsizlik yostiqchalari va haydovchiga yordam beruvchi zamonaviy funksiyalar mavjud. Ammo Carousel Narx. Chevrolet bu borada ham syurpriz tayyorlamoqda. Kompaniya ushbu modelni hamyonbop narxda taklif qilishni rejalashtirgan. Ya'ni siz zamonaviy dizayn, yangi texnologiyalar va ishonchli brendni juda maqbul narxda qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli bu avtomobil bozorga chiqishi bilan katta shov-shuvga sabab bo'lishi aniq. Aziz do'stlar, bu hali hammasi emas. Chevrolet Cobalt 2026 haqida yaqin kunlarda yana ko'plab rasmiy ma'lumotlar, testlar va real haydovchilar fikrlari e'lon qilinadi. Drive Insight kanalida bularning barchasini sizga birinchilardan bo'lib yetkazamiz. Shu sababli videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu avtomobil ko'pchilikning orzusini yana qayta tiriltiradi. Ishonch, qulaylik va zamonaviylik barchasi bir joyda. Agar siz ham yangi Chevrolet Cobalt 2026 haqida ko'proq bilishni istasangiz, biz bilan qoling. Drive Insight avtomobil olamidagi eng tezkor va ishonchli tahlillar manbai.